31. Ögdilmiş Ali'ye ulu haciplikka kandak adam kereklikini eytidi. Ögdilmiş cevap verip söz açtı. Ali uzun yıl halavetli yaşasın dedi. Ulu hacip intayin şençlik çin bolışı gerek. Çinlik bilen yani dini kamil bolışı gerek. Asli nasabi yaxshi ve mijazi muloyim bo'lishi lazım ki, u xalqqa foyda yetkazib, yo'riqlikqa chiqasin. Tegi tahti yaxshi bo'lsa, kishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi odam xalqqa yaxshilik tilaydi. Yaxshi kishidan yaxshilik, yemek-ichmak, kiyim-kechak va ot uloq keladi. Mijazi muloyim bo'lsa, dangsab so'zlaydi. Dangsab söz deyaleydiğen kişinin işleri kusursuz boludu. Xas hacip, közü tok, hayalık ve xuşbeil boluşu, zerek hem her xil bilimge egi boluşu gerek. Közü tok kişi işte para anmaydı. Hacip para alsa, bey külkige kaladı. Para oңuşluk işini bozudu. Para pişkan işini xemiği yandırıdı. Hayalık, xuşbeil ve mijazi to'g'ri bo'lsa, uning harakati va so'zidan yaxshiliklar keladi. Hayoliq kishi yomon ishlarni qilmaydi. Yaramaslarga yaqinlashmaydi, kishiga qo'pollik qilmaydi. Siliq, xuşbeil kishiga davlat yarishidi. Siliq bo'lsa, baxtga loyiq bo'ladi. Zerek bo'lsa, molga muhtoj, heris bo'lmaydi. Bilim bilsa, İşte yenilmeydiğen boludu. Bilimlik büyük kişi bek yaxşı etkan. Bilimlik kişi öz nesibesiga to'liq ega bo'lalaydi. Baglarning ishini qilish uchun bilimlik bo'lish kerak. Bilimsiz kishi hech qanday ishga yaramaydi. Kimga bilimdan o'lish tegmagan bo'lsa, uni tirik demay o'lik hisobla. İnsan bilim bilan yuksalib shuhrat topadi. Hammadan ustun turadi, har qanday ishni o'rindiya oladi. Bilimsiz kishi quruq so'lab rasmdir. Bilimli kishining o'rni ko'kdinmi egizdir. Hojib işte aql farosatlik va sagak bo'lishi kerak. Kishi sagaklik bilan ishga rang bera oladi. Aqlning foydasi bakmi ko'p. Ko'p yaxshiliklarda aqlning o'lishi bor. Aqlsiz kishi o meyvesiz daraxtdir. Osh odam meyvesiz daraxtni nima qilsin? Aqlli kishi erishiman desa, ikkala dunyoga erisha oladi. Esil atalsa, aqlliq odam atiladi. Aqlliq, bilimlik kishi shundoq kishiki, o kishilarning xili xalqning oldidir. Hojibning o'zni chiroyi ko'rkam, çay saqılı rətlik, ovozi yiqimliq va jaronliq, so'zlari aniq bo'lishi kerak. Chiroy shaklining ko'rkamligi kishilarni so'yindiradi. Kirib chiqsa, mardoniligi o'ziga yarashadi. Çay saqılı yasalgan, mardona kishining salobati bo'ladi. Bu salobet kishi uchun hurmatdir. Hojib taqvodor, dindor, pak bo'lishi kerak. Tabiati pak bo'lsa, harakatimi pak bo'ladi. Taqvodor, pak va dindor kishi kishilarning barcha ishini erinmay qiladi. Taqvodor kishi boshqalarning qayg'usini qiladi. Taqvodor kishi kishilarning yaxshisidir. Hojib doim boshqalarning ko'z oldida bo'ladiganligi uchun uning yüzü ko'zga chiroyli ko'rinishi kerak. Bu ko'rkam yuzni ko'rsa, chiroylar so'yinadi, ko'ngil echiladi, jon oziqlanadi. Buningga taqlidan bilimlik kishi shundoq deydi. Bilimlikning so'zini tut, ey xushbeil. Kishi chiroyining ko'rkam bo'lishi bak yaxshi bir holdir. Chiroyining ko'rkamligidan ikki ko'z suv ichadi. Bo'diying go'zalga baq va uni talay deb bil. Ishing yaxshi bo'ladi, ko'p so'zni qo'y.
Hacip as hoşluq, bak aqılliq bo'lishi kerak. Mijazi ig'ri besiq bo'lsa, texmi yaxshi. As hoşliq kishi so'zni unutmaydi. As hoşi bo'lmasa, so'zida turanmaydi. As hoşi bo'lmasa, kishi do'st tanlayolmaydi. Aqli bo'lmasa, kishi ishni ro'naq topqizolmaydi. As hoşi yo'q kishilar quruq joziga o'xshaydi. Ko'ngil qo'ysa, inson ko'p ishlarni qila oladi. Hojib bak aqlli, kamtar, muloyim bo'lishi, kambag'al, to'l, yetimlarga mehribon bo'lishi kerak. Zerak bo'lishi va qonunni puxta bilishi kerak. Dunyoning barliq zinnati zeraklikdan keladi. Dili kamtar bo'lsin, hammaga kichik pe'il bo'lsin, tili yumshoq, shekardan shirin bo'lsin. Kishilarga ochiq chiroy bilan kulib muomala qilsin. Yaxshi ish harakati bilan odamgarchilikni ado qilsin. Kamtar odam nima deydi? Angla. Ey baxtsiz, ko'nglingni, tilingni kichik tut. Ko'ngilni kamtar tutsa, kishi baxtga erishadi. Kulgan chiroy, shirin so'z hamma kishini atrofiga to'playdi. Xush chiroy, shirin so'z bilan inson qalbi isiydi. Har qanday kishi qalbini isitquchiga asir bo'ladi. Hojib savrchan va o'zini tutalaydigan bo'lsin. Ko'ziga ehtiyot bo'lib, til va so'zini tiysin. Quliqi sagak, aqli va bilimi kang, qiliq va harakatlari to'g'ri, tili bilan dili birdek bo'lsin. Barliq hunar fazilatlarni to'liq bilishi, xat yoza olishi, hamma ishga bilimi ishlashi lozim. Qara, bu bilim fazilatlarning hammasi bo'lishi kerakki, buning bilan ulug' hojibning yuzi yo'ruq bo'lsin. Diqqat qilsang, xizmatlar ichida eng inchki xizmat hojiblik xizmatidir. Hojib martabasini oladigan kishida mundaq bir necha shart bo'lishi kerak. Shuning bilan u oldiga o'tib kishilarga yo'l ko'rsatardi. Bir shoirning so'zi buningga o'xshaydi. Shoirning bu so'zi bilimsiz uchun ko'zdir. Hojiblikqa oldi bilan buni 10 narsa kerak. O'tkir ko'z, sagak quloq, kang qo'saq, husni chiroy, qaddi qomat, til, idrok, aql va bilim. Bularga yarasha yaxshi xuy pe'ilmi bo'lishi kerak. Ali qancha uzun yil yashasin, ulug' hojib bagning ko'rar ko'zidir. Qonun, nizom, qoidalar inchki xizmatdir. Ulug' hojib ado qilsa, yo'l va eshiklar ochiladi. Buningga taqlidan bir olimning so'zi esimga keldi. Anglag'anlar ko'ngil qo'ysin va o'zlashtirsin. Bu hojiblik ishi ulug' ishdir. Buni kuchli kishi bo'lmasa, boshqa ip chiqolmaydi. Hojiblik qilsangmi yo baglik qilsangmi, hol aytquchi cho'ng kichiklarni qabul qilishing kerak. Hojib xazinachi, putikchi yoki ish bijirguchi, mashinachi, mozduz, hunarvand bilan munosabatda bo'ladi. Yana yot elchilarning kelish ketishlari, ularga tegishlik sovg'a in'om berishmi hojibning ishi. Ularning yotoqlarini, oziq-to'likini ko'zdan kechirishi, ehtiyoji bor yoki yo'qlariga tadbir qo'llanishi kerak. Yo'l eg'izida turgan kishiga boshlamchilik qilishi, qoida yo'sinda xato qilmasligi kerak. Kambag'al, tul, yetimlar hol ahvol aytsa, uning barini anglab, bakka iltimos qilishi kerak. Zulm ko'rib hol ahvol aytquchilarni qarshi elishi va yo'l ko'rsatishga jur'atlik bo'lishi kerak. Yana ichkari va tashqiridagi nomuvofiq ishlarni ko'rganda tanbih berishi, to'sishi va to'liq tugutishi kerak. Ana shundoq nurg'un rasmiy ishlar borki, bu ulug' hojibning qo'li bilan hal bo'ladi. Bu ishlarning hammasiga uningdan yordam keladi. Agar ishlar buzilsa, qilinmay qolsa, hojibdan bo'ladi. Ey eley,
Hacipla ehtiyotchan bo'lishi kerak. O bir necha yerda ko'p g'ayrat qilishi kerak. Biri bagning so'ziga qattiq amal qilishi, ikkinchisi aql bilan havoyi havasni yugallishi kerak. Üçüncüsü, qabul vaqtida o'zini hushyor tutishi, hammali so'zini eg'izdan chiqarib etmasligi kerak. Barcha ishlarni para olmasdan qilishi, yiroqlashgan kishilarni bakka yaqinlashtirishi kerak. Ey Ali, bir odamda bu ikki odat bo'lsa, uningga ish berma, qo'lini uzartma. Biri yolg'on so'zni ko'p qilsa, yana biri agrilik qilib o'zini har ko'yga salsa. Bu ikki odat kimda tang darajada bo'lsa, ey Ali, uni o'zingga yaqinlashtirma. Yana xizmatchiga yo'liqadigan 3 ish borki, uningdan saqlanmasa, o'z beshini yaydi. Biri anglagan so'zni qattiq maxfiy tutishi. Yana biri nachar ishni ko'rganda darhol ko'zini yumib olishi kerak. Üçüncüsü, o'zini tutishi va to'g'ri bo'lishi lozim. Shunda qilgandilar kunlarini xushallik bilan o'tkazadi. Bilimlik va dono bag nima deydi? Angla. Bu so'zga amal qilsang, sen uchun bak yaxshi bo'ladi. Beshingni desang, baglar so'zini so'zlama. Va algi gunohkor bo'lib, o'z beshingni yema. Avamlar algi gunoh qilsa, beshini yo'qitadi. Gap so'zda xatolashsa, tishini sunduradi. Layoqatsiz odamlarni ko'p ko'rgan edim. Alga qarshi gunoh qilib, beshi kesildi. Ko'p angladimki, to'li so'zlaganlarning ko'ngil siri ichilib, levini tishlab yaralandirgan edi. Yana olim donolar bundoq aytishgan ediki, o'zini tutolmaydigan kishi beshini yeydi. Hojiblar o'zini alohida ko'zatishi lozim. Qabul vaqtida ko'ziga, iltimos qilganda so'ziga ehtiyot qilishi kerak. Vaqti bo'lmaguncha bag oldiga o'zi kirmasligi, so'ramasdan avval o'tinish qilmasligi kerak. Aqlli kishi nima deydi? Angla. Aqlliqning so'zi ma'ni yo'lini ochadi. Vaqti bo'lganda podsholarga yuz ko'rsat. So'raganda bir so'zga bir so'z bilan javob ber. Har narsaning belgilik vaqti va payti bo'ladi. Payt kelganda bo'lsa, buni ikki ko'z ko'radi. Hojibning barliq fazilat va bilimlari ana shundoq bo'lishi lozim. Ondan ulug' hojiblar ishga qo'l uzatsa bo'ladi. Ey Ali, mening bilganlarim shular edi. So'ralganga yarasha buni aytib berdim. Alining o'gdilmishki suoli. Ali aytdi: Bu so'zlarni angladim, tushundim. Endi sendan yana bir so'z so'rayman. Ishq og'izi qandoq bo'lishi kerak? Bu ishni qandoq odam ishlasa bo'ladi?